Assalomu alaykum. YouTube orqali bizni kuzatib turgan aka-ukalar, musofirdagilar, qo'shni davlatdagilar, yaxshimisizlar yoppasiga. Charchamay, qiynalmay ishlayotganlar. Charchamay ishlayapsizlarmi? Dam akalar, yaxshi dam olyapsizlarmi? Xo'p, oldinglarga endi bitta chana is choydan olib olinglar. Videomiz uzun bo'ladi. Ko'ringlar aka-ukalar, bitta ko'rsatib chiqaman xo'rozlar. Tayyari ham bor, jo'jalari ham bor. Semiya ham bor, makon ham bor. Chiqaverasizlar, gaplashamiz. Men pullarni ham aytib o'tiraman, ammo yaxshi xo'rozlar, aka-ukalar, chempionatda urishadigan xo'rozlar. Endi tushunmagan odam noto'g'ri yo gap kerak emas. Buni xo'rozvozlar uchun, parvozlar uchun bu video. Xo'p, bitta ko'rsatamiz ham xudo xolasa. Mana xo'rozimiz 4 kilo 800 baraban, o'ta tirillab. 15 kunda ikkita yutuq mana. 5 kun bo'ldi yutganiga buni. Mana holat, yana pash tayyor holatda hozir. Bahosi $1200, sunnatiga xayri bor, o'tib beramiz. Xo'roz bo'lsa ko'rib olinaveradi. O'zini tengi kallasi xo'roz bo'lsa bo'ldi. Ko'rib olinaveradi. 10 million 15 milliondan o'ynaydi. Xo'p, ikkinchi xo'rozimiz pirat, bir ko'zli bu. So'yadi. O'ta qattiq xo'roz bu ham. Chap ko'zi quyilgan, jo'jaligida sparda. Yaxshi xo'roz. Buni $800 ga qilib beramiz. Biqchi, vobshe biqchi. Bu ham hech kun bugun 10 kun bo'ldi yutganiga bu ham. Tumshug'i ketib qoldi. Bir 20 kun, 25 kun bor kelishiga. O'sha kelyapti. 20 kun, 25 kun bor tumshug'i kelishiga. Xo'p. Aka-ukalar, mushkalatimiz. Xo'p, tarozida 5 kilo bu. Nargi pirat tarozida 4 kilo 800. Bu 5 kilo. Bahosi buni $2,5 ming. Bu chempionatlarga liboy uyattirmaydigan xo'roz, xudo xolasa. Qattiq, o'ta qattiq xo'roz. $5 kilo 100 bu ko'ktoyimiz. O'ta pul qiradigan xo'roz. Pasxona bu. Mana shu 5-6 raund mana shu rosa kaltayib beradi. Oxiri xo'rozni olib chiqib turib yaxshi urgan hech yer ishlatmaydigan qilib qo'yadi. Pul yutadigan xo'roz bu. Buni $600 ga beramiz, aka-ukalar. Bu sinovdan o'tgan bu gaplar bejiz gap emas, hammasini ko'rganmiz. Ko'rib tekshiruvdan o'tib sizlarga video havola qilyapmiz. Qiziqqanlar chiqaverasizlar. Xo'p. Bunimiz bolaga 5 kilo 200. Bolaga 2 tulak. Endi buni boqib, sovutib o'ynasanglar ham bo'laveradi. Endi men bolaga deb tashab makonlarga qo'shib bola olib turibman. Buni 6 ta 7 ta yutug'i bor. 4 ta puldan yutgani, 3 ta shunday bekar chiqilib mahalla ko'yda o'ynaganmiz. Xo'p, jo'jamiz 28-aprel bu. Xo'rozida 4,5 kilo. O'ta yo'lli xo'roz bu ham. $300 ga beramiz, aka-ukalar. Ko'ringlar. Xo'roz ham yaxshi, ishonchli bu ham. Jo'ja bo'lsa ko'rib olaverasizlar. Xo'p, mana uni bekar chiqildik, endi buni yaqinroq qilib qo'yib, basharalari qon juda zo'r. Yapon bu, toza yapon atak. Ataka zashit привозной. Buni ham bekar chiqganmiz. Buniki yaralar qurib qoldi. Bu ham ataka zashitda. Bu bir hafta bo'ldi urishtirgan. Buni kecha urishtirdik. Bular qizil bardovdi kilosi 4 kilo, qoraniki 3,5 kilo. Ukalar.
xo'rozlarimiz. Nomerlarni opsiyasiga qo'yib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Promboy nomer ishlayveradi. Endi nima davomida ham aytib kelib, plus O'zbekiston kodi bilan 998 91lik 678 09. Endi bir xilga aka-ukalar opsiyasiyada desangiz tushunmaydigani ham bor YouTube'da. Nomerni aytib ketdim. Xo'p, keyin video davomida yana aytib qo'yay aka-ukalar. Bir jup miramir bor, tagi Imperiya Shamo Alekseyni xo'rozlariga qadaladi. Uydagi xo'roz tovuqlarga qadaladi. Tagi. Bir jup miramir bor. Ve Akmal degan ukamiz katta qo'rg'onlik kechagina video qo'ydim. Ko'pchilik unga olaylik telefon qilishdi. Endi hech kimga sotmayman. Bo'ldi, menga sotildi. Baraka deb qo'ying, baraka qildim deb qo'ying. Birovga hech kimga anaqa qilganmi, sotildi deb ukamiz yo'qolib qoldi o'z-o'zidan. Nima bo'ldi tushunmay qoldim. Shunga Akmaljon bu videoni ko'rasiz, siz ham o'g'il bola unaqa bo'lmaydi. Ras baraka dedingiz. Oldim dedingiz. Hayronman, bir ozim aka imkoni bo'lmay qoldi. Siz men odamman, men ham tushunaman. Telefondan kallam chiqarib yevormayman sizni. Bo'ldi-ku, gap so'z yo'q deymiz-ku. Boshqa odamga sotib qo'yilaveradigan narsa. Xo'p, hozir sizlarga ko'rsataman ularning oilani. Bu yerda emas, nariga xo'rozxonamda ular. Ular aka-ukalar shular bor. Sotuvda. Reklama emas bular, hammasi sotiladi. Mana aka-ukalar. Bu gidetta 15 oylik makon tuxumda mana. Tuxumma mana tug'ib qo'yibdi. Tuxumda makonimiz. Xo'rozimiz bola jo'jami. May. Gidetta suvagi buzuq, bu yoshiga to'lsa endi Alloh alam bir 5 kilo 100, 5 kilo 200 bo'lsa kerak xo'rozimiz. Qoni boshqa bo'ladi aka-ukalar. Shu semya. Realniy narxi $250. Sabab men o'zim shu pulga olganman. Maqsad nimaga jinday oldi berdi bo'lib qoldi, shuning uchun buni sotyapman. O'zi bularni bir 5 ta 6 ta semya qilib turib seleksiya qilmoqchi edim. Kunlardan miramir, qora, bardoviy qilib tuxumiga, bolaga deb shunaqa qilmoqchi edim. Endi parrandani mol qo'ydi, shuning uchun sotamiz ekan. Endi zarurat bo'lib qoldi. Yana iziga berib yuboraman aka-ukalar. $250 bo'ladigan realniy bahosi bular. Pochtani kelishuv ostida bo'ladi, kelishamiz pochtasini. Akmaljon, sizga nasib emas ekan endi ukam. Labizni qildingiz, mana dimlanib qoldi bular. Endi boshqa xaridorlar chiqaverasizlar, yoqtirganlar. Endi mana xo'roziga kelsak, bu sinalmagan aka-ukalar, bu yorib yuboradi, o'ldirib yuboradi, kallasini uzib yuboradi demayman bu xo'rozni. Bular chista endi qiziqishga, seleksiya bular, ishqibozchilikka ko'paytirib shunaqa narsalar endi. Tushungan tushundi meni. Aka-ukalar, o'tkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Videoda xato kamchiliklarga uzr oldindan hammalarga. Sog' bo'linglar, musofirdagilar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Nomerlarni opsiyasiga qo'yib qo'yaman, bemalol chiqib, Telegram, WhatsApp ishlaydi. Sog' bo'linglar.